Bilasizlar, biz yangilik qilishdan to'xtamaymiz. 2026-yilda qanaqa yangiliklarimiz bor? Xudo xolasa bugungi avzorda sizlarga chiroyli qilib, cho'tki qilib tushuntirib beramiz. Nihoyatda zo'r narsalar qilganmiz. Xudo xolasa xalqimizni qulaylik uchun, xalqimizni ko'mirni ekonom qilishlik uchun, xalqimizni og'ir yengil qilishlik uchun chiroyli yangiliklar qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa bugungi avzorda sizlar guvoh bo'lasizlar. Xudo xolasa bugungi yangiliklarimizdan yangi pechka ikkita uyni o'rtasiga qiladigan pechka qilib qo'ydik. Ikkita uyni isitadi va bu o'zi bitta katta uyda ham isitib beraveradi. Bitta katta uyda ham isitib beraveradi. Xo'p, qolgan ikkita uyni o'rtasiga qo'yilgan pechkalardan nima farqi bor? Juda ko'pchilik ikkita uyni o'rtasiga istilgan pechkalardan shikoyat qilib, bizni mana bunaqa ekonom pechkalarimizni olganlari uchun biz bu haqda juda ham ko'p bosh qotirdik. Ya'ni qanday qilib biz agar ikkita uyni o'rtasiga bizdan pechka qilsak, odamlar bizdan shikoyat qilib kelmasmikin degan holatda bu haqida nihoyatda yaxshilab o'ylab ko'rdik va yangilik qildik. Ya'ni xo'p, bu yerda nima bo'lyapti? Biz xatolarni topdik. Ikkita uyni o'rtasiga qilingan pechkalarda xatosini topdik. Nima uchun? U uyni yaxshi isitmasdan rasxoti ko'p bo'lyapti. Shuning uchun endi biz nima qildik? Xudo xolasa bu pechkamizning nomi Paxtakor pechka deb nomladik. Yangilik bo'lganligi uchun yonlariga deflektor qo'ydik. Ya'ni uydagi sovuq havoni mana bu ikkita teshikdan, olti teshikdan so'rib turib, bu yoqqa issiq havo chiqarib beradi. Bu yerdan tutun chiqarmaydi, faqat issiq havoni chiqarib beradi. Xudo xolasa hozir buni yoqib, yonishini, avzorlarini tutadimi, tutamadimi, hammasini ko'rsatib beramiz sizlarga realni. Xo'p, undan keyin bu hayotda tozalash ham qulay va bu yerda bemalol choy qaynatib, bemalol ovqatingizni isitsangiz ham bo'laveradi. Va orqasini ham ko'rsatganda, orqasidagi xonadonni ham, orqasidagi qilgan xonani ham bemalol ba'dan so'rib turib, ba'dan issiq havoni chiqarib isitib beradi. Boshqa pechkalarimizdan, oldingi yasayotgan pechkalarimizdan unaqa katta farqi yo'q. Xuddi o'shunday qulaylik bo'lgan zaslonkalari bor va qulay bo'lgan tozalash uchun eshiklari bor. Pastda kunlarini olishlik uchun yoki yonmay qolgan ko'mirlarni olishlik uchun va qulay qilib yoqishlik uchun tepada katta eshikli bunkerdan qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa endi sizlarga buni yoqib, chiroyli qilib tutaydimi, yo'qmi, qana istadi, hammasini sizlarga ko'rsatib beramiz. Va katyol sohasida ham yangilik qilib qo'ydik. Ya'ni katyol emas, gibridimiz. Oldingi gibridimiz bilasizlar, mana bunaqa holatda edi. Bunga ham ozmoz yangilik kiritdik. Va asosiy yangilik gibridimizni yangilangan versiyasi. Ko'pchilik bilasizlar, ustanovka jarayonida bitta xonaga qo'yib turib, ikkita xonasini yonida isitib olgan. Endi o'sha qo'yib yoqilayotgan xonadon ortiqcha isib ketganligi uchun tevadagi teplobmenlik plashatkasini kamaytirib, xipchanlashtirib, hammomlarga ham ustanovka qilsa bo'laveradigan qilib, juda ham katta joy egallamaydigan qilib, xipchan qilib yasab qo'ydik va ichlarga turbalarni ham ustanovka qilib qo'ydik. Ya'ni ham teplobmenligi ko'payishligi uchun. Taylarda ham turbalari bor, bemalol ko'rishingiz mumkin. Bu gibridimizni olib yoqqanlar biladi. Faqat xuddi shundan razmerida jicha farqi bo'ladi. Bu gibridimiz ozroq kichraytirilgan varianti. Tevaga qarab o'sirilgan variant. Bu pechkani yoqqanlar juda yaxshi biladi. Qolgan hamma yo'g'i o'sha. Bu yerda ham xuddi shu prinsip bilan ishlaydi. Hamma pechkamiz qanaqa ishlayotgan bo'lsa, xuddi shu prinsipda ishlaydi. Tutamaydi, tozalashga qulay, kulini olib tashlashga qulay. Mana. Bu hayotda qulay qilib ishlab qo'yganmiz. Xudo xolasa, buni hozir yoqib ko'rsatamiz. Agar ishlarimiz yoqqan bo'lsa, chiroyli qilib layklar bosib obuna bo'lib qo'yasizlar. Bu pechkani nomini endi shuncha ixtirolar qilyapmiz, qo'ldan kelgancha xalqimiz manfaati uchun o'zimizning qishlog'imizning nomi Paxtakor deb nomladik. Sog' bo'linglar. Pechkamizni yoqib oldik, ya'ni yonish boshlandi. Xudo xolasa hozir ilashib olsa, buni polnusda kuchini ko'rasizlar, xudo xolasa. Yonishidan ko'rsatgin. Hozir yoqishni boshladik. Nihoyatda tezlashdi. Endi buni yopib, xo'sh. Zaslonkani ochib qo'yiladi yoqilgandan keyin. Iloji boricha tavsiya beramiz. Endi alanga olayotgan olovga eshikni ochmasliklaringni. Endi qanchadir miqdorda tutashi mumkin. Lekin hozir ko'rsatgin. Tutash sodir bo'lmadi. Endi alanga bo'lib yonayotganda endi ozgina olov chiqishi mumkin yoki qanaqadir ozgina miqdorda, juda ham kam gramda ko'mir tutun chiqishi mumkin. Hozir to'liq yonib olgandan keyin videoni davom ettiramiz. Ko'ryapsizlar, pechkamiz tutaganda ham moshni tutayapti. Ya'ni bu o'tindan chiqqan tutun emas. Bu kraskalari hozir kuyib, o'z holatiga kelyapti. Bu termostoyka 1200 gradusga chidaydigan kraskamiz Rossiyada ishlab chiqariladi. Hozir bu bir tutashni ko'rsataylik. Iloji boricha shu pechkadan sotib olgan akalarimiz tashqarida yoqib, kraskalarni kuydirib, chiroyli qilib o'ziga reaksiya bo'lib kuyib yopishib oladi temirga. Tashqarida yoqib olsalar, uylaringiz shunaqa tutamaydi. Tashqarida yoqib olgandan keyin, sovigandan keyin bemalol olib kirib ustanovka qo'yaverasizlar. Xohlasalaring bitta xonaga qo'yinglar, faqat kattaroq xonaga qo'yish kerak. Chunki bu juda ham issig'i baland. Hozir bitta bakalashga bormi? Bakalashga topdik. Pechkani hozir sizlarga quvvatini ko'rsatamiz. Hozir lekin ortiqcha moshnisi yongan yo'q-ku. Mana ko'rishlaring mumkin. Bu yerda chiqayotgan issiqdi. Mana. Xo'p, bunga motor o'rnatganimiz yo'q. Agar motor o'rnatadigan bo'lsak, vashi fen bo'lib qoladi. Kattaroq ob'yomdagi, masalan, tikuvchilik sexi bo'ladimi?
tovuqxonalar, teplitsa, ishlab chiqarishlar, avtosalon, avtoustaxonalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol shuni qo'yib turib, orqasiga biz ko'rsatib beramiz, qanaqa qilib motor qo'yish kerakligini, komplektida qo'shimcha pul evaziga qo'shib ham beramiz. Choylarni qo'yamiz. Bemalol choy qaynatib, iskarotkada ovqat isitsa ham bo'ladi. Ancha-muncha ko'za sho'rvalar ham foydali deydi. Xo'p, pechkamiz to'liq kraskasi kuyib bo'ldi. Yonishini bitta ko'rsatib qo'y. Oh. Yonishiga necha? Kimga shunaqa ekonom, ikkita uyning o'rtasiga isitadigan, katta joylarda isitib beradigan, katta bitta xonalarda ham isitib beradigan pechkalar zarur bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastki raqamlarga aloqaga chiqib yoki shu labomizda turgan nomerlarga aloqaga chiqib, bemalol zakasini berishlari mumkin. Dastavkalarini ham kelishilgan holda butun O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston qilib beramiz, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, charchamanglar. So seductive.